Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Podofis kvartira bo'ladi. Azizlar, birinchi qavatda bir xona kvartira, kengaytirilgan xila ekan. Azizlar, ikki xonadin. Yo'lni bo'yinda, aynan shu polvon do'konining yonida shu Podofis kvartiramiz sotiladi azizlar. Yo'lni bo'yinasida aynan zilonli zonalar ham bor. Hamma udobstlar bor. Hurmatli obunachilar, eldan 19 marshrutamiz turibdi. Bizim ajoyib mesela shahrimizning qalb markazi desak bo'ladi azizlar. Yan tarafında işinizden muammosi yok. Bakça, mektep, transport, o'qishlar hamma o'ng'ayli. Darital, Dehqon bozor, Raycenter bozor hamma o'ng'ayli yerda shu Podofis kvartiramiz sotilib beramiz. Zilonli zonamiz shu ofisimizda deyishli, bu yerlarni aldilarni burchatga qilib, xalasangiz aksessuar do'kon, xalasangiz produktlar magazin, xalasangiz shunday salon, telefon do'kon, liboy narsa mo'ljallanganizlar. Xalan biznesingizni qilsangizlar bo'ladi. Xalasangiz tikuvchilik, sex, hurmatli obunachilar. Sizlar ham bo'laveradi. Ichki qismi bilan danishib o'tamiz. Dokumentidan muammosi yo'q. Sizlar xalasangiz yashash uchun ham kvartira qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi sizlar. Xalasangiz ofis qilsangizlar bo'ladi sizlar. Ya'ni aynali eshiklar qo'yilgan. Bismillah deb giramiz. Kirgandan berimiz 3 metr deyim bor. Bu yerda yana ko'rtirasizlar, chiroyli qilib bir o'zgacha qilib yotib qo'ydilar. Oyoq kiyimda yana boyalar o'zlarini tashlab, yana saç ütükleri, fenlerini chiroyli qilib qo'ydilar. Bu tarafimiz bir xonasi, ichini hamma mo'jlar bilan sotiladi. Xalasangiz narsalar bilan xalasangiz narsa istam olsangizlar ham bo'ladi. Narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Bu tarafında bir xonasi baynang, ko'rib turasizlar, bu yerdan bir shunday salon etib, chiroyli qilib ishini ofis qilib qo'ysangiz bo'ladizlar. Bu tarafda bir qiz ishlasa, bu tarafda 2-3 qiz uchun место bor. Xalasanızlar muskoy salon, xalasanızlar jenskiy salon qilsangizlar ham bo'ladi. Ishlar ham yaxshisidan qo'yganlar. Bu yerda bir kichkina ixchamli xonasi, oyoq teglari kafil 100% tepli qilganlar. Lekin bir kotyolani qo'yib berishga kelgan bu tarafimizda bu yerda gaz cho'chkilari ham bor. Chiroyli qilib o'tib qo'ydilar. Ichini hamma mo'jlar bilan konditsionerlarni ham ega. Xalasangiz ham mo'jni olib ketadi, narxini qaytib ham beradi. Ekranda mulkiyasini ham nomerini qo'yamiz azizlar. Prямо o'zlariga chiqib gaplashib olishlaringiz ham mumkin. Birimiz 3.10 5.60 razmerda tushgan. Bu yoqni qo'shsa bir 8.68 ga chiqib boradi. Hurmatli vatandoshlar, o'ng tarafimizda bu yerda tepli pol kollektorlari bilan chiroyli qilib kartinkalarni bosib qo'ydilar azizlar. Fon qilib, Eurostilda remont qilganlar, akkuratni qilib. Hurmatli kanallarımız a'zolarining patologlarimizda galagellari bor. Hurmatli vatandoshlar, bu tarafında xonalari bor, chiroyli qilib o'tib qo'ydilar. Bu yerda mebellar chabazlar to'g'ri olib turib ish boshlab bersangizlar ham bo'ladi. Bu yerda 3 odam uchun xalasanizlar muskoy, xalasanizlar jenskiy salon etsangizlar. Shu aytib o'tganimdek, xalasanizlar to'y magazin, produktlar magazin, xalasanizlar telefon do'kon, aksessuar do'kon, bu narsalar mo'ljallangan yo'lning dik bo'yinda. Tarafimizda yana bir xona qilib qo'ydilar azizlar. Salon uchun hamma udobstlar qilingan. Bu yerlar kafeling, bu tarafimizda hojatxonasi ham bor. Oyoqlar kafel, devorlar ham kafel, yuqorida nozonli fon, qora fonlardan foydalanganlar. Royal firmaning arestollari ham bor. Rakanalar ham qo'yilgan. Bu tarafimizda yana bir xonachasi bor. Yerlar ham tepli pol, kafelar ham bo'lgan. Devorlarni anatomiya fon qilib, patologlarni gipsokarbon figura qilganlar, flaphollar bor. Bu yerda chiroyli qilib, me'da qo'yish uchun bir rasmlarni chiroyli qilib narsalar qo'yish uchun stilaj yasab qo'ydilar. Shkafcha desak ham bo'laveradi. Ishlarining MDF ishlardan narxi 550 million so'm aytilib turibdi. Qaytalangan yeri bor. Hamma jihozlar bilan narsalarsiz bo'lsa qaytib kelishib beriladi. Bu yerda elektrik avtomatlari, har yer uchun отдельно bu tarafdan podyezddan girib chiqish kodlari. Hurmatli vatandoshlar, razmerini aytib o'tdik. 3.10 5.60 variant bilan qo'shsa bir 8.5 8.60 lar chiqib boradi. Bu yerda ham konditsioner bor, bu tarafda ham konditsionerlari bor. Hamma narsalar bilan 550 million so'm narsalar kerakmi desangiz, bahasi kelishib beriladi. Hurmatli vatandoshlar, dokumentlar ham muammosi yo'q. Dokumentlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Dokumentlar ham mening hurmatli vatandoshlar tayyor turibdi. Orientirni aytib o'tsak,
Hürriyen şəhərimiz mərkəzində Corabey salon, Palvan dükanının yan qınasında, yolun boyunda bir xanalı pod ofis kvartiramız, 2 xana qılınqa. Hörmətli vətəndaşlar. Место положения zor. Yan ətrafında həmmə udobsola var. Əldən 19 marşrutu tuturdu. Magazin ismi, Babçan məktəblə, Oqışla, Urdu Universitetindən, Avtodorожный Gidrokollej, Narxoz Universiteti, Darital, Rasinter Bazar, Dehqan Bazarı həmin yerə onaylayır da şəhərin xalq mərkəzi, zor mestada caylaşqan. Hörmətli vətəndaşlar, əgər kanallarımıza abunə olsa, abunə olub, like basıb, qollab, quvvatlab dursanızlar, videolarımız yeni tarixlər üçün sizlərə qoldan gələcək arzan, əcayib kvartiralarını, havlucaylarını, şimdi pod ofis kvartiralarını təqdim qılıb bara verəmiz. Həmmiyə sağlıq, amanlıq dilimiz, ki, yeni roliklərdə görüşüncə xeyirlər qalamız.